maykam kiyib keling Mahmud. Maykam kiyib keling mana. Yelkalarim maqtaning. Daxilimiz atak. Sizlar. Delta. Yelkalarim maqtan qo'ying, ha. Hop. Lekin keyin olib kirib ketishdi. ha. O'sha chiqdi, tam katta. Chiqilib, Kirding? tam ko'zimni ochdim, ana, tam video qo'ydim internetda. Tam kolyaskada olib kirib ketishyapti. O'y, tushunmayapman. Ana, tam reanimatsionniga olib kirib ketadim. Keyin o'sha yerda yotdim. Ana dorilarni kuch qo'yib yubordi-ku. Tushunasizmi? Subhanalloh, unaqa og'riq his qilmaganman. Ha, anaqada narkoz ketgandan keyin. Hamma terlarim og'rishni boshladi. Nima qilib qo'ydinglar mani deyapman-da. Hali ham tushunmayapsan nima bo'lgan. Yo'q, nima qilib qo'ydinglar mani deyapman. Kelishyapti, обезболивающий qilyapti, kelishyapti, обезболивающий qilyapti. O'tib ketayotganda uyg'onib ketaman-da. Oldimda yana kampirlar yotibdi, baqir, chaqir. Voy, kimdir o'lib qoldi reanimatsiyada, yana baqir, chaqir. Men bu yerdan baqiryapman. O'sha akamga keldimi? Shakrom akamga anaqa anesteziologga chaqirib, pul berib, o'sha tam morfin qildilaring deyapti-da. Morfin. Ha, o'sha morfin qildiryapti. Narkozda kuchli. Ha, o, narkotik-ku. Morfin qildiryapti. Bu ham o'tib ketadi, yana og'riyapti. Chiqilib 2 sutka og'rivlar-da. Oxirisi hozir bitta ukol tiqaman deyapti. Qo'lingiz deyapti. Bo'ldi, davay. Bitta tiqib yubordi anu. Tushlarim rang-barang bo'lib ketdi, bor-ku. Yurdim tushlarimda. O'sha og'riqni to'xtatdi-da. Yo'q, ha, undan keyin tam palataga olib o'tishdi. Qornimni qarasam, burlar og'zimda shlang, ikkita burnimda shlang, mana bu yerda 5 ta shlang. Ana yerda asfaltda shlang. Hamma joyim shlang bo'ldi-da. Nima bo'ldi deb tushunmayapman-da. Oxirisi ayolim keldi, akamga keldi. Ham doktor ham ko'rib ketdi. Ularni olib kirib ketdi-da, olib chiqib ketdi. Unaqa payt nimaga olib chiqib ketadi? Tam kinolarni ko'rgansan-ku. Miya sразу yoqildi-da. Что-то не то deyapman, olib chiqib ketgan bo'lsa. Уже alohida olib chiqib ketib, gapirishmoqchi bo'lagan. 99.9% уверенныйman rak deyapti-da. Ha, уже sezyapsan. Ha. Ayolim yig'lab o'tiribdi, akam kirdi. Shunaqa, doktor bilan 17 santimetrli anaqa o'piqli sanda dedi. Sen 1 oy 2 oy ham kasalmassan deyapti-da. Sen где-то 1 yil, 1,5 yildan beri ham kasalsan deyapti-da. Chunki u narsa ham sekin o'sadi deyapti-da. Yo'q, yurganing o'zi qoyil deyapti-da. Men bu og'ruvlar bizani doktorlar ham ko'rmagani 6 kun внутреннее кровотечение bo'lib ketgan ekan. Qon bekitib qo'ygan, shunda to'lib ketgan. Organlar yorilib ketgan. Jigarlar, o't tufayli yorilib ketgan, ani o'piqli yorilib ketgan, tam qon bo'lib ketgancha. Doktor aytayapti, bunaqa paytda odam deydi 12 soat yasholadi deyapti. Sen qanaqa 6 kun yashading deyapti. Voy, subhanalloh. Mana o'shancha anaqa aytganda, hozir o'lasan deganda menga. Ha. Qorningni yordik deydi. Qon tozalash bilan o'zi vaqtimiz 1 soatdan ko'p ketdi deyapti-da. Organlaring hamma joydan qon bo'lib ketgan deyapti-da. Undan keyin o'shani ham kesdi, ish qilib ham gapirib beryapti. Sandan zlokачественный опухоль, endi ham tekshirib yurishing kerak. Olib tashadik, olib yo'q. Zlokачественный bu ani olib tashasa ham o'sib ketaveradi ekan. O'sib ketishi mumkin, hamma boshqa organlarga ham berib yuborish mumkin-da. Yo'q, больница hayot boshlandi keyin. Keyin ana ular boshlandi, o'sha trenerlar, ham gap so'z. Lekin men taxmin qilyapman hozir. Kimligini? Tam chiriganlar. Uhud tog'iga o'xshab turib berdim o'sha yerda. Allohning izniyle. Shu Yusuf alayhisalomdek ham chiroyi o'tganu, yo'q deyish o'tmaganda. Voz ketiraman. Давай.
Undan keyin sport boshlandi больницада. Больница. Ha. Undan oldingi bitta narsani eshitdim, o'zing aytib beruvding. Shu narsa rostmi yo'qmi? Yani bir xil qiziq bo'ladi, shu narsa ham. Aytding-ku, Yavada endi hamma biladi, ambasador sanaqani live sportda. Rasmga bitsa proteinlarning ustiga Shunaqa. rasmga tushishga kelishligi kerak degding. Shu haqida ham ozgina gapirib bersang. Sportivniy karyera endi idealniy sложиться qildi-da, tushunsan? O'sha paytda rakdan olman. Anaqa live sportni anaqa ahrorlar hammasi уже sponsorство tam top berdi. Yava Labs bilan. Уже musobaqalar, hamma pul, hamma ZPH tomonlama ham, hamma tomondan поддержка мощный. Trenerlar уже beton, o'zim ham уже miyam Настрой четкий, ilmim kuchli. Sel bor. Trenerlar zo'r. Bu yerda ahrorlar, bu yerda ZPH, Yava, ishqilib komanda мощный bo'ldi. Tam to'xtatiladigan narsa yo'q. Faqat keyin endi to'xtatildi. Shunaqa bor. Kerak emas, keyin Artur sizdan bo'ladimi? Video foto deydi. Uzr. Ash. Ya, optashimiz. Balkim qo'yib yuborarmiz. Subhanallah. Kamerası zor, bu fakat gene Hindistan. Rakam mana shunaqa tam kelib qoldi, demak, tam kenayimga o'xshab. O'shayini kelib qoldi o'li. Kutilmagan holatda kirib qoldi hayotimga. Subhanallah. Ishqilib tam kontrakt beton, tushunyapsan? Tam musobaqaga chiqqan deyapti. Energetik bilan betsalarga yuzini yopishtiramiz deyapti. Butun dunyoga chiqaramiz deyapti. Ha, Yavada. Voy, mashallah. Motivatsiya qanaqa? Zo'r. Endi taqdir ekanda. O'zi hayotimda 3 marta pro musobaqaga tayinlangan bo'lsam, bir marta ham o'xshamagan. Bilasan? Bir marta tam karantin bo'lgan, ikkinchi marta viza berishmagan Ispaniyaga, uchinchi marta Alloh taolo уже konkretdan udar berildi-da. O, bo'ldi. Urildi. Rosta kasimiga. Bittada tushunmadim, ikkitada tushunmadim. Uchinchisi aniq nokaut bo'ldi. Promi yegan holatda. Bo'ldi. Taslim bo'ldi. Imенно pro musobaqaga tayinlanganim. Hammasida. Uchalovsida hayotimda nima desam to'xtab qolardi. Mana 19 zo'r forma qildim, 20 ga tayinlamoqchi bo'ldim, karantin. Yana zo'r forma qildim, karantindan keyin Ispaniyaga viza berishmadi. Ne? Bilmayman. Prosta kirgan, prosta berishmadi. Keyin oxirisi mana shu. Больницада oradan 4 kun 5 kun o'tdi. Уже tam turib yuryapman. Ajimani qilishni boshladim. Больница. Doktor kirib keldi, nima qilyapsan deydi. Hamma shlangimdan tam qo'yib ketdi-da. Ha, bilmayman. Endi men aytaman, "Voy, tura olmayman" deyapman-da. Menga tam qaramang deyapman. Bunaqa ahvolimga. Ichim yonayotibdi meni deyapman. Shug'ullangim kelyapti. Hayolimda yana musobaqaga tayinlanyapman haligacha. Stop yo'q, miyada tushunsan? Oynaga qaramadim-ku. Keyin oynaga qaradim. Chiqib 115 kilodan 10 kun ichida 80 kilo bo'lib qoldim-da. Voy, subhanallah. Oyna yo'q-ku. Tayinlanyapman hali ham. O'zing katta ko'rinverasan. Chiqilib yo'q. Oxirisi aytolman. Уборщицаga kenay deyapman. Pollatani bilan anaqa shva bilan bering deyapman. Addelim yuvaman dedi. O'sha yerda polatib yurganman. Harakat qilishim kerak yo'q. Men harakat qila olmayman. O'shaning uchun ham kasal bo'lib yurgan paytlarim больницаdan keyin zalga chiqqanman-da. Chunki tura olmayman. Sport. Hayotda bu. Hayot tarziga kirib bo'lgan o'sha. Shunaqa. Oradan vaqt o'tyaptimi? Больницаdan chiqdim, oradan vaqt o'tyapti.
ikkilandim, yana zalga boshlandim. Shug'ullanishni, yana ozgina o'sishni boshlayapman. Undan keyin nima bo'lyapti 5 oydan keyin? Pul topshirolmay, yana o'sim to'zib chiqqanda. Yana operatsiya bo'lyapti. Ikkinchi operatsiyaga o'sha mana bunaqasiga kirib ketyapman-da. Magregorga o'xshab. O'sha bilan yana mana shu joyimni ham kesib, yana olib tashlashyapti-da. Yana o'sib chiqqanda. Uncha bitmagan bo'lgan-da. Yo'q, bitmagan. Bitmasdan turib yana kesishgan. Yana kesishgan. Yana shu ahvol. Yana больницаdan chiqib, yana trenirovkaga kelganman. Undan keyin oradan qanchadan vaqt o'tyapti, pet topshira olmay, yana o'sib chiqyapti deyapti-da. Yo'q, uchinchi marta. Yana o'sib chiqyapti. Уже operatsiya qilolmaymiz sani deyapti-da. O'lib qolasan operatsiya qilsak deyapti-da. Уже там narkoz. Там ko'pligidan hammamiz bitmaydi уже deyapti-da. Kimyoterapiya deyapti. Ana hayotimni boshqa lahza boshlandi keyin. Kimyoterapiya. Yigirma beshta qo'yardingmi? Ikkinchi pasport qo'ymadim. Ha? Ikkinchi pasport qo'ymadim, 25 ta. Masushkadan aytishchi. Uglevod 1-3 bo'lyapti. Voy, Necha uglevod yozsan? 5 deb qo'y. yo'q, nega 5? 3 marta ovqat yesam. Qancha? Tamom bo'lsa bir 200 gram chiqmaydi uglevod yotgan. Kunlikmi? 2 ekan-da sanda. Mana shu o'rtasi. Dadi ko'p deyman. Voy. Maqtanib qo'ying.